Assalomu alaykum qaynanajonlar. Bir tiqtimligim qilib qo'yaymi sizlarga. Menga qaranglar, ba'zi bir qaynanalar nimaga sizlar kelini uydan kelgan kir mashinaga zapret qo'yasizlar? Qo'lda yuving, kir mashinani ishlatmang. Parasho ketadi, svet ketadi. Parasho ham qo'lda yuvsa ham ketadi, o'rgili. Ya'ni yuziga sovurasizlar qadib. Biz paytda qo'lda yuvganmiz. Biz paytda sipirganmiz. Biz paytda tandirda non yopganmiz deb. Biz payt o'tib ketdi. Agar biz paytda hozirgi texnika bo'lganda, biz ham xuddi shu ishni hozirgi yoshlardagi kir mashinani ishlatardik. Xo'pmi, o'rgilinglar? O'shacha hadi bular yuziga sovurmaydi. Biz paytda. Bular biz paytda tug'ilishmagan. Biz texnika rivojlangan paytda tug'ilishdi bular. O'shalarni ko'rib, o'shalarni o'rganib, shu narsada katta bo'lishdi. Hadi bilan yuziga sovurmasdan. Xo'p, 100 ming setda ayadingiz, 10 kunlik kir yuganda 100 ming ketsin, ha? Kelin poshlarimda tomirlardan, nizdek suvlardan shamol borib, shamollab, banisiga yotib qolsa, 100 mingdan 10 ta, 15 tasi ketadi. Ya'ni kamiga navaralar Xudaniki jo'natasizlar, ha?